Ibrohim Halilov. Hamidullohning yoshi 28 da, bo'yi 180 cm, vazni 61 kg. U mashhur sportda ilk chempion O'zbekiston bu MMA Pro Fighter 10 jang, 8 ta g'alaba. Представляющий Fight Baza O'zbekiston Xorazm. Surbek Ha do'stlar, Surbek Referee Dano Pojedinka Axel van Kemenade from Belgium, Belgia. Referee'nin otini eshitmay qoldim. Demak, birinchi raund boshlandi do'stlar. Birinchi raundga start berilmoqda. Bo'y borasida ustunlik hamyurtimiz tarafida. Dog'istonlik jangchilarning asosan bazasi kurash bo'lishini yaxshi bilasiz. Lekin bugun Shohrux aynan ushbu misolga teskari holatdagi jangchi tashrif buyurgan Dog'istondan, ya'ni Sharabullet. Sharabullet albatta. Faxriy mehmon Surbek Gattajonovda ham o'zi aslida kurash yomon emas. Yodingizda bo'lsa, Merab Dvalishvili bilan sparing jarayoni tarqab ketgan internetga. Merab Dvalishvilining yaxshigina uchirgandi. Faqat Merab, Aljamin Sterling bilan ham kurashgan. Aynan Merab Dubayda TKMM Fit zalida. Ehtiyot bo'lish kerak mana bunday zarbalardan. Ikkala jangchida ham asosiy ustunlik o'sha submissionlar orqali g'alabada ekan. Ibrohim Halilda ham demak 7 ta g'alabasi submission orqali, bittasi nokaut. U umuman janglarni hakamlar qarorigacha olib bormas ekan. Umuman mag'lubiyat ham g'alabasi ham muddatdan avval bo'ladi doim. Surbek Otajonovda esa bitta nokaut, 4 ta submission, 2 ta hakamlar qarori orqali g'alaba bor. Ammo mag'lubiyati hech qachon muddatdan avval bo'lmagan. Agar mag'lub bo'ladigan bo'lsa, faqatgina hakamlar qarori orqali mag'lub bo'ladi. Biroz xavfli zarba, lekin vaqtida qo'lini qo'ya oldi Otajonov. Hali ham shu o'rganish ishlari olib borilmoqda, raqiblar ko'nikishmoqda bir-birlariga. Ajoyib zarba. Yaxshi kutib oldi. O'ng qo'lda to'g'ridan yo'llangan zarba bilan Otajonov. Oktagon markazida jang davom etyapti hozircha. Ko'rdingizmi? O'ylabda mana bu yerda zarba ketma-ketlikka o'zi ham qabul qilib oldi Surbekni. 3 ta aniq zarbaga bitta tizza zarbasi ham o'tdi Otajonovning. Lekin mana asta-sekin oldinga boryapti, ta'qib qilyapti Ibrohim Halilov. Ilk zarbasi. Surbekning jang uslubi menga juda yoqadi. O'zi mana shunday ajoyib vaziyatlarda ham o'ziga qandaydir bir vaziyat yarata oladi. Uppercut zarbasi noaniq. Yaxshi. Oyoq harakatlari ham yaxshi rivojlangan Otajonovda. Footwork. Mana endi takedownga urinish bermadi. Ochiqchasiga kirishga harakat qilib ko'rdi. Biroz tayyorgarliksiz harakat qildi ushbu takedownni amalga oshirish uchun. Elxan Ibrohim Halilov zarbalar almashinuvida Otajonov anchagina ustun ko'rinyapti. Aniq o'tkazyapti zarbalarini. bo'y borasidagi ustunlik, qo'lning uzunligi baribir foyda beryapti. Yana bir aylanma zarba, round kick. Yana bir qo'l zarbasi. Aniq. Mana endi oyog'ini berib qo'ydi, lekin bermayapti. Aksincha qarshi hujumda tuta olyapti Otajonov. O'zi Surbekni takedown qilish ham oson emas. Middle kick, front kick. Hujum jiddiy amalga oshirilyapti. Yana bir tizza zarbasi.
Ortga chekinmoqda Ibrohim Halilov. Haykik qo'lini qo'ya oldi. Uppercut. Chap qo'l zarbasini o'tkazib yuboryapmiz. Juda chiroyli harakat qilyapti. O'ziga ishonch juda ham yuqori. Birinchi raqamli jangchi bo'lib ishlayapti Atajonov raund boshidan buyon. O'tkazib oldi Ibrohim Halilov ham. Oldiga qo'l, yon tomondan yo'llangan zarba. 10 soniya qolyapti. Va shu pallada birinchi raund o'z yakuniga yetdi. Atajonov ishonch bilan harakat qildi birinchi raundda va haqli tarzda raundni o'z hisobiga yozib qo'ydi deb bemalol ayta olamiz. 1 daqiqalik tanaffus. Ikkala jangchi ham kerakli xulosalarni chiqarishadi. Press konferensiyada men uchun eng kulgili holat Suhrob Atajonovning javobi bo'ldi. Ana savolni eslasangiz, agar raqibingizga sizni mag'lub qilish uchun bitta maslahat bera olsangiz, u qaysi bo'lardi desa, hech qanaqa maslahat bermayman. U o'zini bilganini bosaversin, men ham o'zim bilganimni bosaman. Bunaqa javob menimcha boshqa bo'lmadi. Qolganlar uni fikriga qo'shildi. Ha, qo'shilib ketishdi. Ha do'stlar, birorta o'zbekistonlik referi ishlamadi hali. Yo'q, kecha Jasur Alijonovning o'zi aytgan, o'zbekistonlik referilar qo'yilmagan bu kartga umuman. Demak, ikkinchi raund boshlandi do'stlar. Eslatib o'tamiz, o'ta yengil vazn toifasi 61,2 kg. Hamyurtimiz Suhrobbek Atajonov Dog'istonlik Elxan Ibrohim Halilovga qarshi jang qilmoqda. Birinchi raund ajoyib tarzda o'tdi. Hamyurtimiz ustunligida albatta. Aniq zarbalar soni ko'p bo'ldi. Rang-barang harakatlar. Asta-sekin, mana tuta oldi Ibrohim Halilov ham. Lekin u qadar kuchli emas zarbasi. Asosan tanaga seriyalarni ijro etyapti. Ko'ryapmiz. Asosan stoykadagi jangni ko'ryapmiz va qiziq bo'lyapti bu jang juda ham. Doston vakili albatta kurashga harakat qilyapti, lekin uddalay olmayapti. Jeb zarbasi yaxshi. O'tyapti ushbu zarba. Jeb o'tyapti Atajonovda. Haykik. Yana oldin qo'l aniq. Yaxshi kutib oldi. Muvozanatdan chiqarib oldi do'stlar. Qanday zarbani o'tkazib oldi. Jang parterga ko'chyapti. Juda qiyin vaziyat Ibrohim Halilov. Loki ketma-ket seriyalar, zarbalar. Hali taslim bo'lgani yo'q Ibrohim Halilov. Mana bu esa juda og'ir zarba edi. Bu esa nuqta edi. Atajonov Suhrobbek chiroyli tarzda g'alaba qozonyapti do'stlar, muddatidan oldin. Qoyil. Birgina vaziyat yaraldi va mana shu vaziyatdan unumli foydalanib ketyapti Suhrobbek Atajonov. Bu albatta professionallarga xos ish. Ibrohim Halilov juda kuchli zarba o'tkazganidan so'ng ham taslim bo'lgisi kelmadi, lekin o'sha tizza zarbasi baribir uni mana shu yerda mavzunatdan chiqqan ekan o'zi. Mana e'tibor bering, taslim bo'lgisi kelmadi. Lekin Blayni uni taslim etdi. Nuqta qo'ydi jangga. Raqibga minnatdorchilik bildiryapti. Suhrobbek qarsak chalib qo'yapti albatta bunday batonatli jangchilarga arzishadi.
Shu tariqa do'stlar, Murobbek Atajonov g'alabalar sonini 9 taga yetkazib oldi. Tashkilotchilardan biri Bekzod Umarov oktagonda va Atajonovning fikrlariga quloq tutamiz hozir. Murobbek Atajonov. Murobbekni tabriklaymiz. Ajoyib g'alaba bilan murabbiylarini, yaqinlarini va barcha-barchani. Albatta, xorazmlik muxlislar ham juda ham ko'p kuzatishyapti hozir. Ularga ham tabrik. Suhrobga bir qarsaklar. Suhrob juda ham zo'r bo'y bo'ldi. Emotsiyalaring bilan bo'lish. Assalomu alaykum Toshkent, O'zbekiston. Hammaga katta rahmat, shunaqa kelib qo'llab-quvvatlayapsizlar. Yaxshi formada bo'lsam, Lipoyini yoraman. Lipoyi. Farqi yo'q. Birinchi o'chir trenerlarimga rahmat. Dmitriy Xudyakov, Alexey Zipesbox. Mani do'stim Ilhom Nazimov, akam, do'stim, trenerim, yaqin odamim. Katta rahmat bilan. Hamana Ilhom Nazimov, Ryzen yengil vazn toifasi chempioni do'stlar. Ismlari esimdan chiqyapti hozir hayajon bilan. Hammasiga rahmat. Xorazm kuch! O'zbekiston kuch! Suhrob Atajonov. Xorazm kuch deb o'z so'zini yakunlayapti. Murobbek Atajonov. Tabriklab qolamiz va uni va uning muxlislarini. Xorazm kuch, O'zbekiston kuch. Ha, g'alabalar davomiy bo'laversin. Tired of being who they say we are. Most of the time we gon' take it far. I was real, we don't fake it all. Tired of 9 to 5, just make enough to survive.